Mana do'stlar, platniy parkovkaga qo'ydik mashinani. Platniy parkovkalarda zo'r tomonlardan biri anaqa kir yo'ydigan mashinalari bo'ladi. Kirlarni soldik. Shuncha ko'rpani ham qo'shib yuboraman dedim. Shunaqa gaplar. Hozir sizlarga ko'rsataman. Kir mashinaga pullik, qanday pul to'laydi shular haqida. NFC orqali to'lasangiz bo'ladi, karta bilan to'lasangiz bo'ladi. Shunaqa. Hozir Fransiyadamiz, Parijda atrofida. Bu yerda bir marta zamina qildik, bittasi keluvdik kechmaydi. Manaqa joylar bu asli to'lov qilib kiradigan bo'ladi mashinani o'zida. Ustроенный дорога оплата 6 box orqali to'lanadi. Bitta mashina ekan. Mana do'stlar, kir mashina. Shu kir mashinaga hozir tashlaymiz. Mana shu yerda podrobni yozib qo'yilgan, perevod qilib qanday ishlatadi, qanday pul soladi, hammasini ko'rsak bo'ladi. Hozir do'stimiz kirini sushilkaga tashlayapti. Mana do'stlar, kirni solasiz, hozir parashyutni ham solamiz, ichiga ila sog'ib olasiz. Mana shu yerda rus tili bor ekan, tanlab to'lovni mayka NFC karta orqali to'lovni qilib 5 euro ekan. Endi 1 soatga qo'yasizmi, qanchaga qo'yasiz, yopasiz. Tugagandan keyin olib mana bu sushkaga solasiz. Bu 3 euro ekan. Bilganlar biladi, Yevropada yurganlar hamma bilsa kerak. Endi bu bizni kuzatib turgan obunachilar uchun qiziq bo'lsa deb olinyapti. Mana yerda restorani ham bor ekan. Parking juda katta. Yaxshi. Mana bu yerda tilni tanlaymiz. Rus tilini yozamiz. Stirkani bosamiz. Stirka 20 kilolik yo'q ekan, 9 kilolik. Mana shu 9 kilolik. Yozib qo'ygan 5 euro. 60 gradusga qo'yamiz. Xo'p. Tanlab o'zimizga ma'qul dalchi bosamiz. 5 euro to'lash kerak. Aplatitga bosamiz. Instruksiyalar qaytamiz. Talonga to'laymiz hozir. Videoda ana to'lov o'tdi. Boshlandi. Заполнить машину 3 deyapti. Mana shu to'lov. Buni bosamiz. Start. Endi shuni kutamiz. Bu yuvilguncha borib ovqat solib yeb bir taymerga qo'yib qo'yasiz, bir yarim soat 40 minutda kelib olib ketsak bo'laveradi.